Onajonim, qiz menga ma'qul. To'yda boshlavering, harakatingizni qilavering. Alo. Ha, qo'y, soddaginaga o'xshaydi. Iplab yerga tegib olay. Sog'ayib yuraman. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Vaqtida ovqatlaning. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'pmi? Men ketdim. Ha, endi o'zingizcha mehribonlik qilyapsiz-da. Bor uni ko'rishamiz, xo'p. Aka, naqadar baxtlisan-a? Sani boy bo'lsang ham, ofitsiant bo'lsang ham borincha yaxshi ko'radigan sevganing bor. Sevatda. Menga qara, kirlarga qarasang bo'lmaydim gap so'ramasda. Hop. Jahongir, siz bemalol gaplashavering. Mijozlarga men o'zim qarayman. Ha, sekinroq. Yuraydan urdimi deyman. Ha, ozgina. Kim u qiz? Bu qizmi? Ofitsiantga Zubayda. Raziz xohlagan dag'angi. Instagram, TikTokga kirmaydi. Lekin dabdaba boylik yoqmaydi. Yoqarmikinsiz unga? Bitta yo'li bor. Sevgani uchun amalingizga tayyormisiz? Ha.